Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebel kanalimizning hurmatli obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek boshlovchingiz Maqsudbek Mamatkarimov. Sizlar bilan yana birgami. Qadrdonlar, bugun Andijon Jahon bozoriga yetib keldik. Bu joyda birinchi qo'l ustani shohona ugolovlari hamda shohona divan kreslolari sizlarga to'liq ma'lumotini va obzorini qilib beramiz. Sizlarga 6 million so'mdan shohona divan kreslolarimiz bor desam ishongan bo'lamdinglar. Bu real haqiqat, sababi birinchi qo'l ustani o'zi ishlab chiqargan shohona divan kreslolarini biz sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Dastlabki xizmatlari, ishlatilgan xom ashyolari qanaqa holatda bo'ladi, bularni hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar 6 million so'mlik divan kreslolarini sizlarga qiziq bo'lsa, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar, hammasini o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Agar sizlar tayyor bo'lsalar, biz ham usta ham tayyor. Bugungi obzorimizni boshladik. Qadrdonlar, obzorni boshladik. Usta Temurbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Temurbek, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, Temurbek, ishlarni ko'rdik, gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har doimgidek obunachilarimiz bilan salomlashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Temurbek, sexda adresi keyin dastlabki xizmatlari. Xo'p, seximiz Andijonda joylashgan, Oltinko'l tumanida, Suyulduz degan joyda. Dastlabki xizmatlarimiz, xudo xolasa, kelishilgan holatda Andijon shahar bo'ylab bo'lsa, o'zimiz qilib beramiz. Dastlabkisi shu narxlar ichida. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz inshaalloh. Gap yo'q. Temurbek, videoda boshida aytib o'tdik, 6 million so'mga divan kresloli shohona divanlarimiz bor. 6 million so'mga masalan qaysilari, mana keling shundan boshlasak. Xo'p, bu divan kresloyimiz optimga chiqadigan narxi 6 million so'm. Magazinlarga bitta olganga ham, 10 ta olganga ham shu narxda chiqazib beramiz, xudo xolasa. 6 milliondan deyordingiz, to'g'risi men o'zim ham hayron qoldim. Sababi shunaqa narxga bormi deb o'yladim-da. Lekin 6 millionga masalan mana mana shu turishi kiradi hozir, ha? Razmerlari necha bo'lyapti? Shu turishi. Divanimiz 230, kreslolarimiz 120 dan, ichi sidinasini ichi divani 160 ga 58 razmerda 3 ta yostig'i bonusga qo'shib beriladi. Ichidagi yog'ochlari sasna yog'och, pampers, prujina 22 kilosida machalka xizmat qiladigan. Ishlarimizni xudo xolasa sifati, xizmati garantiyalangan. Materialni yirtib kuydirib olmasa bo'ldi. Agar sinib ketsa, cho'kib ketsa, o'rniga yangi beramiz. Qolgan tomonlardan garantiyasi bor. Garantiya beramiz. Endi haligi bitta narsani aytib qo'yish kerak-da, Temurbek, misol ko'pchilik arzon deb turib sifatsiz deyish mumkin-da. U narsani misol ko'nga keltirmash kerak. Sababi o'z birinchi qo'l ishlab chiqarganingiz uchun nima uchun arzon? Ikkita sabab keltirib bering bo'ldi. Bizda ishlab chiqaramiz, o'zimiz bir kunda bu narsa sexda 6 komplet bitadi. 20 ta bola ishlaymiz, maqsad sotish kerak buni, tezroq aylantirish kerak. Endi oldin bitta ikkita chiqaradi, narxi balandroq sotiladi. Hozir ishlab chiqarishimiz ko'paygani uchun arzon narxda sotyapmiz. Endi hali arzon degani bu sifatsiz degani emas, ishlab chiqarish hajmi keng, ko'p assortimentda ishlab chiqariladi, maqsad ko'proq sotish. Shunaqa, ob'yomimiz katta, ishchilarni ham hali bekor qoldirmasdan ishlatish. Misol uchun hamkorlikka chorlab qolsangiz 20 to'lam, 30 to'lam chiqarib berish imkoni bor. Bemalol xudo xolasa qancha miqdorda ko'p olganga ham bemalol oz vaqtlarda ichida yetkazib beramiz, xudo xolasa. Pampers prujina garantiyalari bor. Matolari ham turetskiy mato qoplangan. Turetskiy Xitoy materiali aralash ishlagan kombinatsiya. Shuni o'zi hozir shu turish 6 million deyilyapti. Shuni o'zini 6 million so'm optimga. Agar stoli bo'lsa, stolga necha pul qo'shiladi? Stolimiz 1 million 300 ming so'm optimga chiqadigan narxi. Oynalari kalyonli oyna. Endi buni hamma ustiga chiqib ko'rsatib beryapti. Biz uni ko'rsatishimiz shart emas. Xudo xolasa buni ham sifatli, xizmati kafolatlangan. Gap yo'q. Xo'p, 6 millionligimiz boshqacha rasvetkalari bor. Xo'p, bor. Buni xohlagan rasvetkalarni qilib beramiz. Shu joyda tayyorib bormi? Bor, shu joyda ham. Ularni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, 6 millionligimiz boshqacha rasvetkasi. Bunimiz ham 6 million so'mlik, mana berizoviy svetda uylarimizga hali chiroyli tushadigan ranglari. Lekin ish sifatiga gap yo'q, Temurbek. Tepa tomonlari MDF. Tepa fasadlari polniy MDF, turetskiy kraskalar. Arqon kantlari berilgan, noshkalari o'rtasida ham noshkasi bor. Divanini xudo xolasa xizmat qiladigan ish. Hozir shu turishi necha metr bo'ladi? Xo'p, shu turishi общий 480 ga tushadi. Ikkita kreslosini burib o'rtasiga stol qo'yadigan bo'lsak, 4 metrga 2 metr joyda egallaydi. Xudo xolasa 2 metr. Gap yo'q, lekin ishni sifati hamma tomonlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. 6 millionga 10 martalab bo'lsa arziydigan ish. Xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, 6 millionlik ishlarimiz yana bor, boshqacha. 6 millionligimizni, boshqacha maloshnisi bor. Koronasi ham jicha farq qiladi, o'zgaradi. Qoch Tursun. Ketdi. Xo'p, keyingimiz mana shu.
Bu nimalarda farqi bor dedingiz? Bunimizni tepa korona ko'rinishi modelda farq qiladi, lekin tepa qoshlari. ha, tepa qoshlari puli farq qilmaydi buni. Puli bir xil shu bilan. Xullas 6 million so'mga ranglari o'zgarib, misol rasvetkalari o'zgaradigan bo'lsa, narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi, xudo xolasa, inshaalloh. Gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu joylariga ham hozir alohida e'tibor qaratishimiz kerak ekan. Necha santimetrli machalka qo'yilgan? O'ta miyaq qilib ishlanibdi. 9-10 santimetr machak ishlangan. Orqalari ham polni o'zini materialida. Chiroyli qilib yopilgan. Tomonlari ham o'zini matosida qoplangan. Hali ular material, boshqa MDF shu joylariga mana sifatiga alohida e'tibor qaratib qo'yish. Jilvillari ham xudo xolasa yaxshi bo'lgan. Sifatli. Jilvillarigacha kraskalar sepilgan. Xo'p, gap yo'q. Bular endi mana 6 million so'mdan 3 xil variantini ko'rsatib o'tdik. Temurbek, sizga bitta narsani aytishimiz kerak. Stoli eng arzoni nech puldan nech pulgacha? Xo'p, bizda stolimiz eng arzoni 1 million 300 ming so'mdan 175 ga 85 ligi. 1 million 400 ming so'mligi ham bor. Tagi gullarida farq qiladi. 2 metrligimiz 1 million 900 ming so'mdan. Demoqchimanki, misol bunga kuchi yetmagan, masalan, eng qimmat oddiyroq stollarimiz ham bor. Misol bu stolimiz endi high-tech, hozircha shu ko'rsata oladiganimiz shu, yana boshqa sexda bor. Bu 900 ming so'm, 700 ming so'm, 600 ming, 550 ming so'mlik stollarimiz ham bor. Endi obunachilarimiz telefon qilib yoki Telegramdan yo Instagramdan yozsa, tashlab beramiz variantlarni rasmga. Mana mashina nihoyatda chiroyli chiqibdi. Buni ham obzorini qilib beramiz. Xo'p, bu bo'ldi, xudo xolasa obunachilarimizga mana shohona ugalogimiz. Endi bu ugalog bu. Ha, bu ugalog. Bu 12 kishi odam bemalol sig'adi. Materiallari turetskiy buni. Adatomniklari Xitoy material. Gap yo'q. Kraskalari ham turetskiy, ustiga patina ishlangan. Turetskiy patina 2 ga 1 avtomobilning lak sepilgan. Razmerlari nechiga nechi? Bunimiz razmeri 260 ga 360 joyda egallaydi. Uyga o'yinchoq bo'laveradi, burchak tanlamaydigan razmerda qilingan. Burchak aylanaveradi. Ha. Ichidagi yog'ochlari 100% sasna yog'och. Asosiy suvaklari dispida yig'ilgan. Panelka yo MDF disp emas. Polni dispida yig'ilgan, xudo xolasa. Tepa fasadlari MDF. Xonning razmeri nechiga nechi? Ha, bu xonimiz kichikroq, 175 ga 85 lik xon. O'zi kattaroq bo'ladi aslida. 2 metrlik qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita bo'lishi bor. 6 yostig'i bor. 4ta tumbasi bor. 4ta tumbasi bor. Endi narxi nechga chiqadi mana shu komplektimiz, lekin gap yo'q. Mana shu go'zal ishlanibdi. Xo'p, bunimizning narxini 11 million 800 ming so'm qilib beramiz obunachilarimizga. Ugalogini stollari bilan komplekt. Ha, stolni olmasa 1 million 300 ming so'm ayirib yuboramiz. 11 million 300 mingdan 1 million 11 million 800 ming so'mdan 1 million 300 ming so'm ayirib yuboramiz. 10 million 500 shunda. 10 million 500 ming so'mga ugalogda o'zi to'g'ri keladi, xudo xolasa. Ishlatilgan matolari polni turetskiy mo'yshi. Xo'p, bularimiz gulligi turetskiy. Alohida e'tibor berasizlar, 3D material. Bunisi Xitoy materiali. Kombinatsiya qilingan. Asosiy ishlaydigan mana sidinalarga gulli ishlangan tovar, cho'zilib ketmaydi, hali yirtilib tashlab yuboradigan material emas, xudo xolasa. Endi keling bitta ish qilamiz. Shu shohona divan kresloyizni sal qimmatroq variantini bitta ko'rsatamiz. Ha, shu model, shu ugalogimizni divan kreslosi bor. Bu ham o'ziga yarasha boshqacha chiqqan. Xo'p, keyingimiz. Xo'p, bu shohona divan kresloyimiz, model nomi Sanam. Bu ham hozirgi kunda yangi model bo'lgan. Hozir trendda har doimlar juda suyayotgan odamlarga ma'qul bo'lgan ish. Bunimizda ham 2 xil rasvetkasi bor. Buni ham ichlari polni sasna yog'och 22-25 plotnistda macharkalar ishlagan. Hozir shu bilan bu bir xil. Ha, bu ikkalasi bir xil, rangi boshqa xolos. Rangida farqi bor. Ha. Rangida farq qiladi. Lekin bunisiga ham gap. Yana boshqacha ranglari ham bor. Xohlagan ranglarni qilib beramiz. Misol sizga telefon qilsangiz, rasm tashlab berasiz, katalog. Ha, katalogni Telegramdan tashlab beramiz. Telefon qilib Telegram nomerini berishsa yoki razmerlari qanaqa, Temurbek? Xo'p, bunimizning razmeri divanimizni 230 ga 85, kreslolarimiz 130 ga 85. Xo'p, shu holatda mana bu kreslosi burilgan, buni ham burib qo'yadigan bo'lsak, 4 metrga 2 metr joy egallaydi. Stolimiz 175 ga 85 lik kalyonli oyna. Materiallari ham yaxshi material, xudo xolasa, xizmat qiladigan narsa. Lekin ish sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tepalab bola chaqa bilan tutaveradigan ishlar bular. Garantiyasi bor, asosiysi. Ha, garantiyasini beramiz. Xo'p, endi narxi nechi pul? Xo'p, buni stoli bilan keladigan bo'lsa 9 million 500 ming so'm. 9 million 500. Andijon shahar bo'ylab dastavkasi shuning ichida. Boshqa viloyatlarga dastavkasini kelishtirgan holda qilib beramiz. Agar qaranglar,
9 milyon 500 ming so'm shunisi stoli bilan. Stoli bilan. 9 milyon 500. Endi bunisi stoli bilan 7 milyon 300. 7 milyon 300 bunisi. Google shohona divan kilosi 6 milyon. Shunaqa, ha. 1 milyon 300. Xohlang bunisini olinglar mana. Xohlanglar bunisini olinglar, farqi yo'q. Xohlasa orqadagi rangi ham bor. Xohlagan mana orqa tomondagi rangini ham olishi mumkin. Gap yo'q. Endi Temurbek, ugoloyimizda kichikroq razmerlari ham bormi yo'q? Ugalogimizni ozgina kichikroq, puli ham narxi arzonrog'i bor. Aha, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bunimiz kichikroq razmeri. Ha, ozgina ana sanam modelimizdan 10 sm kichkina hozircha, ko'p emas. Lekin rasxotiga arzonlashgan varianti bu. Narxi arzonroq chiqadi buniki. Ha. Xizmati lekin shular bir xil, hammasiniki xizmati, machalkasi, hali kimdir arzon deganda arzon narsa ishlatadi, tepa narsa deb o'ylaydi, lekin bizda arzoni faqat puli arzonroq bitadi xolos. Ha. Qolgan machalka, material, rasxot hol ashu zo'ridan foydalanamiz. Zo'rini ishlatamiz, yaxshisini ishlatamiz. Faqat o'zi tan narxi butishi arzonroq chiqadi. Razmer necha Bu dedingiz buni? 2,5 metrga 3,5 metrdagi razmer bu, universal bu ham. O'yinchoq bo'laveradi hali. Burchak aylanaveradi. Gap yo'q. Kraskalari Turetskiy Kobler kraska, Kobler nomi bor, yaxshi kraskadan sepilgan. Materiallari ham yaxshi materiallar. Komplektimizda 4 ta tumba bor. Komplektda 4 ta tumba bor. Stoli, bu ham stoli 1.75 ga 85 lik stol. Lekin stolga ham gap yo'q. Buni narxi necha bu Temurbek? Xo'p, bunimizning narxi optimga chiqadigani 9 milyon 300 ming so'm stoli bilan mana shu holatini 4 ta tumbasi, 6 ta yostig'i bonusga qo'shib beramiz. Stoli kerak emas deganlarga 7 million. 8 million. 8 millionga ugalogida o'zini beramiz. Bo'ldi, gap 1 yo'q. milyon 300 ayirib olamiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Qadrdonlar, ustaning ishini hammasini ko'rsatib o'tdik. O'zingizlarga ma'qul kelganini ekranga telefon raqamini yozib qo'yaman. Bemalol o'ziga telefon qilib savol-javob qilsanglar bo'ladi. Bizni shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Temurbek, sizga ham katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.